Ya bu bunchalik qotib bu notebook. Buni yo'qotish kerak bu notebookni. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Epic Shadow Minecraft. Bugun sizlar bilan shu oddiy hayot ko'rib turibsizlar. Yangi notebook olsam yaxshi bo'lardi. Katta monitor olib ketdim. Tepada ko'ryapsizlarmi monitori bu. Qornim ochib ketdi, to'rt yegim kelmayapti. To'rtam ochib qolgan. Buni yo'qotamiz. Xo'sh, yegani pechenni ham yegim kelmayapti. Xo'sh, borib amakidan narsa magazindan biror narsa olib kelaman, kiyim-kechakam. Bitta zumratim qolibdi. 6 million qolibdi olasiz do'stlar. Ya'ni 6 ta olmos degani 6 ta olmos kam. Oddiy narsaga tomman teshilib yotib to'g'rilash kerak. Xo'sh do'stlar, magazinga boramiz. Ana magazin so'raymiz-da endi. Magazinchi aka, u qancha bular har bittasi? Bittasi 2 izumrud. Bitta izumrudga bering, atiga bitta izumrudim qolgan, iltimos. Yo'q, men ham paydagasmasman. Men ishlaychiman, xolos, ishchiman. Bo'pti. Do'stlar, ko'rib turibsizlar. Hech qanaqa yegan hech narsam yo'q. U sandiqdagi narsalar ham hammasi ochib qolgan. Mayli. Do'stlar, buni ko'ramiz yana. Ovqatlarda qaranglar. Yangi kiyimlar ham bor ekan. Biror kun olarman. Qarzga berib tura olmaysizmi? Yo'q. Qarzga ham bermaydi do'stlar, mayli. Aka, pul berib turing. Sen kimsan, yo'qol. Bu ham pul bermaydi. Yangi tur. Mana yomg'ir ham yoqib yubordi. Do'stlar. Uyimni tepasini yopish kerak. Qaranglar, yomg'ir tushyapti. Biror narsa qilmasam uyim bo'kiydi. Hamma uyga kirib ketsa kerak hozir. To'polon bo'lyapti mana. Ko'ryapsizlar uyga kirgani. Do'stlar, bo'pti. Yanami buni qarang. Qopda musorni tashlab ketadi. Shuni mana ichiga solib qo'ysa bo'ladi-yu. Kechqurun ham tushyapti mana. Hozir o'zim to'g'rilayman-da buni. Xo'sh, do'stlar, mana buni to'g'rilaymiz. Endi kuygan olamiz. Aksiga olsa gullarim ham so'lib qopti bittasi, mayli. Sen nima qilyapsan? Xo'sh, buni shunday axlat chelakka tashlab qo'ysa bo'lmaydimi? Mayli. Olib qo'yamiz, hammasini musorga tashlaymiz. Izumrudni tashlaymiz. Oh my god! Do'stlar, izumrudmi? Bulardan so'ramayman, baribir bular tashlab ketgan musorlarni men oldimga, mayli. Izumrudni olamiz do'stlar. 64 ta izumrud. Do'stlar, endi men boyib ketdim. 64 ta izumrudim bor. Bunga endi xohlagan narsamni ola olaman. Do'stlar, sandiqda yana narsa ko'rdim men. iPhone 17 telefon. Umrimda bunaqa yaxshi telefon ushlab ko'rmaganman. Hech kim ko'rmayapti-da, yaxshi. Xo'sh, do'stlar, magazinga boramiz. Bir kun sizda pul bor, bir kun menda. Nimaga uryapsan? Bo'pti. Mayli do'stlar, 64 ta izumrudim bor. Boyaka, keling, boyaka. Sizni muomalangiz pulga qarab o'zgaradi-da. Nima uryapsan, kasolat? Bo'ldi. Bularga ham pul solish kerak-da. Do'stlar, kiyimga olamiz, patinka olamiz, ya'ni oyoq kiyim, keyin ovqatlar. Xohlagan ovqatlarni olamiz. Oling, zdachingiz kerak emas, mana. 15 ta izumrud tashlab ketyapman. Voy, boyib ketibsan-da. Nimani aytmaysiz do'stlar, hozir kiyib ko'ramiz, qani. Yarashdimi? Mana. Hasad qilyapti endi bunga zombilar ham. Do'stlar, muhim ovqat bor.
Bu yerda tosh bor ekan do'stlar, toshni olamiz endi. Voy, boyib ketdim hozir do'stlar. Eshitib qulflab olay. Jetlar eshitmasin. Yo do'stlar, endi men boyib ketdim. Shuncha almas topib oldim, izumrud topib oldim. Hozir o'zimga yangi narsalar zakaz qilaman. Notebook hamma yo'q. Videoga like bosib qo'ying, qaranglar. Hozir o'zimga narsalar zakaz qilib olaman. Do'stlar, quvonib ketyapman. Notebookimdan ishlatib turamiz ichiga. Kerak emas hozir. Hop. Eng qimmat notebook qancha ekan? Eng qimmati 10 ta izumrud ekan. Mayli, olamiz. Do'stlar, keyin nimalar olamiz yana? Keyin o'zimizga 20 taga bitta BMW olamiz, mashina. Uyim yaxshi o'zi. Elektr svetdan qarzlarim ham 10 ta olmos olib ketdi, 10 ta izumrud olib ketdi. Bularda to'laymiz do'stlar. Qani ko'ramiz, ertaga kelarmikan bu zakaz qilgan narsalar. Mayli, bugunchalik uxlaymiz. Bolalar. Bugun ertalab bo'ldi. Do'stlar, keyin men narsada ko'rsam 64 ta izumrud ham yutib olibman. Men telefonim qani? Telefonimni yo'qotib qo'ydim. Zakaz kelgan. Zakaz bor, zakazni ko'raychi. Hamma zakazim ketdi. Do'stlar, men mashina ham zakaz qilgandim. Ko'ryapsizlarmi klaviaturani? Tekstidan magnitli klaviatura yaxshi. Yaltirab turishini qarang monitorda. Hozir ko'raychi mashinani. Mashina ertaga kelar ekan do'stlar. Hozir u boshqa davlatdan kelyapti ekan va men zo'r narsa zakaz qilganman. Bu noyob narsa. Buni qayerga qo'yishni ham bilmayman. Birorta joyga qo'yib qo'yaman. Mana nezir kallasi u juda ham. Do'stlar, shu bilan videomiz tugadi. Videoga like bosib qo'ying, obuna bo'lib qo'ying. 500 taga oz qoldik. Ko'rdinglarmi, ko'p narsa topib oldim. Buni hech kimga aytib qo'ymanglar, lekin obuna bo'linglar.